A, B, S plus B, S plus S teng 832 mi? Bizdan A plus B plus S ifodaning eng katta qiymatini so'rayapti. Nima qilamiz birinchi? Yo'yamiz. 100 ta A plus 10 ta B plus S. Keyingisi 10 ta B plus S teng 832. Bu yerda nima bo'ladi? A, B, S'lar nimalar? 1, 2 va hokazo 9 gacha bo'lgan. Chunki eng katta eng kichik qiymat deyapti-ku. 100 ta A plus 20 ta B plus 3 ta S teng 832 bo'lyapti, to'g'rimi? Birinchi holat A8 bo'lalarmi? A8 bo'lsa B ga kelmay qoladi, to'g'rimi? O'shaning uchun bu 3 karada 12 bo'ladigan, 2 bilan tugaydigan nechilar bor? 4 bor xolos. Demak, sayimiz nimaga teng bo'ldi? 4 ga teng bo'ldi. Yozyapman. 100 ta A plus 20 ta B teng 820. Nima ish qilsam bo'ladi mana ishda hammasini? 10 ga bo'lib yuboraymi? 10 ta A plus 2 ta B barobar 82. Yana 2 ga bo'lsam. Ya 10 litr ursan, shu holatda A bo'lishi mumkin necha? A 8 bo'lsa, B'imiz 1 bo'ladi, to'g'rimi? A 7 bo'lsa, B'imiz 6 bo'ladi. Endi A 6 bo'la olmaydi, chunki 60 bo'ladi, bu 18 bo'ladi eng katta qiymat. Demak, eng katta qiymat haqida gap ketayotganda A teng 7, B teng 4, sayimiz B6, sayimiz 4. Demak, A plus B plus S teng 17. Bormi? Tushunarlimi?